Hammaga salom. Kechagi savollarga o'z fikrimni bildirishni davom etaman. Bir tomoshabin so'rayapti. Salom, mening savolim quyidagicha. Mening 1,5 yoshli farzandim bor. U multfilm ko'rishni juda yaxshi ko'radi. Qo'yib bermasa yig'laydi. O'zi umuman bolalar multfilm ko'rishi yaxshimi yoki yomon? Foyda va zararlari yoki umuman olganda me'yorlari haqida fikr bildirsinlar va ilmiy asoslar bilan keltirib bersalar. Misol uchun men ham yoshligimda juda ko'p multfilm ko'rganman, lekin 1,5 yoshligimdan emas, 3-4 yoshlarimdan boshlab asosan 5-10 yoshlar orasida. Bu yog'i shaxsiy ma'lumot. Yosh bolalar multfilm ko'rishi uning intellektiga va aqliy rivojlanishiga ta'siri qanday? Va bu haqida olimlar nima deyshadi? Javob uchun oldindan rahmat. Yaxshi savol va aynan fikrimni so'rayapti bu holat bo'yicha. Chunki mana oldindan aytib o'tishim kerak, kechagi kelgan savollardan ba'zilari jiddiy savollar va tibbiy masalalardagi savollar bo'lgan. Ba'zi bir kasallik, mana shu kasallik haqida ma'lumot va uni davolash yo'llari va hokazolar. Bunday savollarga men ko'p marta aytganman. Tibbiy savollarga, tibbiy konsultatsiyalarga men aralashmayman, chunki ko'p marta aytganman. Bunday narsalar uchun shifokor bilan shaxsan anamnez va analizlar bilan qilish kerak. Menda bu narsalar bo'lmasa, men sizga hech qanday javob bermayman. Chunki bu jiddiy misol. Va qandaydir faktlar sifatida ham men sizga javoblar bermayman, chunki aytganman, bu bilasizmi rubrikasi emas, bu fikr. Ya'ni men faqatgina fikr bildirishim mumkin. Ya'ni qandaydir fakt so'ragan odamlarga men javob bermayman. Fikr so'ragan odamlarga javob beraman. Misol uchun mana shu joyda vaholanki mening mana ekspertizam bo'yicha fikr so'ralyapti. Ya'ni bolalar tarbiyasi, ta'limoti. Xo'sh, birinchi qismiga keladigan bo'lsam, savolingizni multfilm qo'yib bermasam yig'layapti deyapsiz. Bu joyda bu yig'lash manipulyatsiya hisoblanadi. Bolalar odatda yig'lashni ikki xil uslub orqali o'rganishadi. Birinchisi imitatsiya, ikkinchisi manipulyatsiya. Manipulyatsiya degani o'zi xohlagan narsani mana shunday holatda erishish, xohlagan narsasiga. Ya'ni bola multfilmni xohlayapti va biladiki, yig'lasa bu narsa unga keladi. Shu sababli yig'lab sizni manipulyatsiya menimcha suiiste'mol bo'ladi. Suiiste'mol qilyapti. Manipulyatsiyaga mening qarashlarim, ya'ni mening fikrim negativ, salbiy bo'ladimi? Salbiy, men manipulyatsiyaga umuman parvo qilmayman. Ba'zi bir odamlar manipulyatsiyaga uchadi, ya'ni bolasi yig'lasa voydod deb dod solishadi. Men umuman parvo qilmayman. Menda ko'p bo'lgan tajribamda mana shu studentlar meni suiiste'mol qilishmoqchi bo'lgan, misol uchun arazlashgan yoki darsga kelmagan yoki tushundingiz, mana shunday ishlar bo'ladi, umuman parvo qilmayman. Chunki mana shunday manipulyatsiyaga parvo qilmasligi orqali mana shu odam qaytib sizga nisbatan manipulyatsiya qilishini oldini olsangiz bo'ladi. Shuning uchun ham mening mana shu nimamda, maktabimda hamma biladi, mening studentlarim juda ham tartibli. Darsxonaga kirganimda meni ko'rishda hammasi uni o'chadi, hammasi tik o'tirishadi. Boshqa o'qituvchilar esa bir tiyinli o'rni yo'q, chunki meni manipulyatsiyaga uchgan ular. Men student birinchi kundan kelishidan boshlab men parvo qilmayman. Va mening bu manipulyatsiyaga fikrim ham shunday. Agar sizga bola yig'lashi yoqmasa, ya'ni bola multfilm ko'rishi sizga yoqmasa, manipulyatsiyasiga parvo qilmang. Bir yig'laydi, ikki yig'laydi, uch yig'laydi, oxiri uni o'chadi. Qo'pol, lekin mana shu mening fikrim. Lekin esda tuting, nima demoqchiman? Agar bola multfilm ko'rishi sizga yoqmasa, siz xohlamasangiz, manipulyatsiyaga parvo qilmang. Bolam yig'layapti-ku. Ha, bo'pti, nima bo'pti? Yig'lasa o'lib qoladimi? Yo'q. Bir yig'laydi, ikki yig'laydi, uchinchi kuni tushunadi. Otamga yig'lashning foydasi yo'q ekan deb qaytib yig'lamaydi. Shunday odamlar bor, shunday bolalar bor, yig'lash nimaligini bilmaydi. Mana shu joyda endi bo'pti, imitatsiyani ham tushuntirib beray. Yig'lash imitatsiya orqali ham bo'ladi degan edim. Imitatsiya bu taqlid qilish. Bunda eksperimentlar juda ham ko'p. Ota-onalar mana shu tinchgina o'yinchoq o'ynab o'tirgan bolani oldiga yugurib kelib, bolam nima bo'ldi, u bu deb mana shunday reaksiya bergandan keyin bola qarayapti, mana shu vaziyatda ota-ona menga shunday reaksiya bildiryapti, demak bir narsa bo'ldi, demak yig'lash kerak deb mana shunday taqlid qilib, yo'q joydan yig'lashni boshlaydi. Bolaga hech narsa bo'lgani yo'q, shunchaki ota-onasining mana shu tashvishlanishiga qarab, xulosa qilib, taqlid qilib yig'lashni boshlayapti. Ya'ni bolalar misol uchun yo'q joydan yig'lavoradigan yoki asabiylashib ketganda yig'lavoradigan yoki mana shunday o'rinsiz joylarda yig'lavorishiga asosiy sabab mana shu taqlid. Ular tashqaridan o'rgangan. Ba'zi bir bolalar bor, yiqilib tushsa parvo ham qilmaydi, yig'lamaydi, chunki imitatsiya bo'lmagan. Lekin ba'zi bolalar bor, ozgina qoqilib tushsa, voydod deb yig'laydi. Bunga sabab ota-onasi. Chunki mana shu bola qoqilib tushganda ota-onasi dod solgan. Bola mana taqlid qilib yig'layapti. Shu. Endi multfilm ko'rishga o'zi umuman keladigan bo'lsak, ziyonmi, zararmi,
buni aniq bir aytish qiyin, yo ziyon yo zarar deb. Lekin bu multfilm ko'rish orqali shakllangan o'ziga xos bir ta'limotda yo'nalish bor. Montessori yo'nalishi deb ataladi. Montessori degani bola o'zi xohlagan sens nima bo'ladi o'zbekchalab? Чувство, ruschalab xullas чувство bo'ladi, o'zbekchalab bilmayman. His bo'ladimi? His. Menimcha his bo'lsa kerak. Bu telefonimda VPN yo'q, hozir tarjima qilib ko'rsam bo'lardi, lekin uzr. Xullas bolani o'zi xohlagan mana shu sensini tanlab o'rganish, ta'lim olishiga yo'naltirilgan soha bor. Montessori sohasi ta'limotda deb ataladi. O'zi keling mana shu hislarni keltirib beray. Umumiy omma uchun, sodda omma uchun 5 ta hissiyot ma'lum. Bilsangiz kerak: eshitish, hidlash, ko'rish, hidlash, tatib ko'rish, eshitish va ushlab ko'rish. Mana shu 5 ta. Lekin aslida ilmiyotda yana qo'shimcha 2 ta mana shu sense bor, ya'ni hissiyot bo'lsa kerak. Birinchisi, 6-inchisi bu sense of balance, ya'ni vestibulyarka. Ruschalab endi vestibulyarka deyishadi, tushunsangiz kerak. O'zbekchalab menimcha vestibulyar. Mana shunday bo'lsa kerak, bilmadim. Balansni xullas. Va yana bittasi 7-inchisi adashmasam proprioception deb ataladi. Proprioception. O'zbekchalab o'li agar bilmayman, nima bo'ladi? Bola yoki odam o'zini o'zi tushunish hissiyoti. Ya'ni misol uchun ko'zingizni yumib olsangiz ham qo'lingiz qayerdaligi, oyog'ingiz qayerdaligini bilasiz. Mana shu ham bitta sense, hissiyot hisoblanadi. Odamda xullas mana shunday 7 ta hissiyot bor va ular rivojlanadi odam mana shu nimalariga qarab, qilayotgan amaliyotlariga qarab. Bola juda ham ko'p multfilm ko'rsa, uning sense of sight, ya'ni mana shu ko'rish hissiyoti kuchayadi va bolaning shu bilan mana shu ko'rishga bog'liq bo'lgan amaliyotlari kuchli bo'ladi. Lekin agar bola o'ta ko'p e'tibor bersa mana shu sensga, boshqa senslari, boshqa hissiyotlari zaifroq bo'ladi. Va mana Montessori degani xullas bola misol uchun faqat ko'rish orqali ta'lim olmoqchimi, rivojlanmoqchimi? Montessori yo'l qo'yib beradi mana shu ta'lim orqali bola iloji boricha ko'proq ta'lim olishiga. Mana shu. Ya'ni buni qandaydir voydod yomon degan joyi yo'q. Lekin buni tushunishingiz kerak, agar bola ko'p mana shu sense of sight, ya'ni ko'rish hissiga e'tibor bersa, boshqa hislari ortda qoladi. Misol uchun eng ko'p tarqalgan hislar ortda qolishi bu vestibulyarka. Bu vestibulyarni mana shu sensimiz ortda qolishiga sabab bola kam harakatli bo'lganligi. Kam harakatga sabab nima? O'tirib olib mana shu bir narsa ko'rganligi. Ya'ni qancha ko'p o'tirib olib biror narsa ko'rsa, shunchalik mana shu sense of balance, vestibulyarka zaif bo'ladi. Bu nimaga olib keladi? Bola oddiygina bitta mashinada o'tirganda ko'ngli aylanib ketishiga yoki qanaqadir o'yinga tushishga kelganda oddiygina bitta qandaydir noqulay pozada tura olmaydi, yiqilib tushadi, boshi aylanib ketadi va hokazolar. Ya'ni bu narsada qandaydir balans kerak, lekin mutlaq ideal balansni siz saqlab qola olmaysiz. Nima qilmang, baribir qaysi bir hissiyotingiz ortda qoladi. Misol uchun mening ortda qolgan hissiyotlarim bu sense of taste, ya'ni ta'm men tushunmayman. Odamlar bo'ladi-ku, biror narsani qilib yeb ko'rib, o'zlaricha o'xshatib, mana shunisi shirin ekan, mana shunisi shirin ekan. Men buni tushunmayman, chunki mening mana shu hissiyotim ortda qolgan. Bunga sabab men uni yetarlicha rivojlantirmaganman. Ya'ni ko'p narsalarni yeb ko'rmaganman yoshligimda. O'z bilasiz, O'zbekistonda bizning yoshligimiz, ovqatlanishimiz juda ham cheklangan bo'ladimi? Yeganimiz shu non, qaymoq va hokazo. Shuning uchun mana mening sense of taste rivojlanmagan. Xullas, bola multfilm ko'rishi ziyon emas. Ziyoni faqatgina qaysi ma'noda boshqa senslari, boshqa hissiyotlari ortda qoladi. Bundan maksimal darajada foyda olmoqchi bo'lsangiz, mana shu Montessori yo'nalishiga e'tibor bering. Montessori yo'nalishlaridan misol uchun yechim sizga, mana bolangiz biror narsani ko'rishni yaxshi ko'rsa, har xil multfilmlar bor. Misol uchun Dora. Dora mana to'laqon Montessori uslubidagi mana nima multfilm. Dorani bilsangiz kerak nimaligini, xullas kichkina qizcha bor multfilm. Haligi qizcha aytadi: "Hey," deydi multfilm. Bolangizga aytadi: "Ke birga sakraymiz. Qani sakray olasizmi?" deydi. Bolangiz multfilm ko'rishni yaxshi ko'radi-ku, multfilmni ko'ryapti va o'zi sakrayapti. Shu bilan mana ozgina bo'lsa ham motorika, ya'ni boshqa hislaringizga nima beryapsiz? Rivojlantirish beryapsiz. Tushundingiz-a? Mana shu mening fikrim bu borasida. Qandaydir yomon narsa deb hisoblamayman ko'rishga ko'p e'tibor berishni. Ko'zlar zo'r rivojlanadi, mana shu hissi zo'r rivojlanadi. Ya'ni
biror narsani ko'rganda tushunish, mana shu analitik fikrlashi zo'r bo'ladi, lekin boshqa taraflari zaif bo'ladi. Sizga bu kerakmi, kerak emasmi? Ota-ona sifatida o'zingiz o'ylashingiz kerak. Misol uchun bolangiz sportsmen bo'lishini xohlasangiz yoki karate, boks va hokazolarni xohlasangiz, yo'q, multfilmdan sekin nima qiling, yiroqda qo'ying. Lekin yo'q, mayli, mana shu ko'proq ko'zga tayanadigan amaliyotlar bilan shug'ullanish kerak bo'ladi kelajakda desangiz, buni yomon joyi yo'q. Ko'proq e'tibor bering, faqat to'g'ri yo'l bilan e'tibor bering. Mana shu Montessori uslublari bilan. Dorani ko'ring, Peppa Pigni ko'ring va yana ko'plab mana shunday multfilmlar bor. Bu mana bir emas, nechta bo'lib ketdi. Va o'zi umuman deyapsiz, ziyon emasmi? Yana nima deb so'radingiz? Fikrim nima? Buni ham aytdim. 5-10 yoshgacha bo'ldi, menimcha boshqa qo'shimcha bo'lmadi, to'g'rimi? Mana shu mening fikrim. Gapni aylantirib yubordim, lekin mana shu so'ragan narsalar. Videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Mana shunday taraqlatib gapirganimga sabab 5 minutdan keyin darsim bor. Shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi fikrlarimda ko'rishguncha xayr. Tinch bo'ling.